Shu videoni bitta ko'ring-da. Bo'ldi, hozir ko'ramiz. 25-yilda iPhone'ning aynan qaysi modellarini sotamasligimizni maslahat berasiz. Hop, birinchi o'rinda iPhone 11. Nimaga? Chunki u 2022-yilda o'zi ishlab chiqarish to'xtagan eski telefon hisoblanadi va обновление уже unga kelmaydi. Maslahat bermayman. Xo'p, bu yerda hamkasblarimiz inboxdagilar yomon maslahat bermagan, to'g'ri gaplarni aytgan, lekin eski model ishlatadiganlarga ozgina og'ir botishi mumkin. Shuni hisobiga bu videoni kommentariyasida eski iPhone modellar ishlatadigan odamlar juda ham yomon gaplar gapirib chiqib ketgan va bunaqangi holatlarga tushmaslik uchun bu maslahatlarni boshqacha tarzda bersa bo'ladi. Aslida iPhone 11 telefon yomon emas, lekin 2025-yildan uzoq muddatga ishlatish uchun ozgina mos kelmaydi. Chunki nimaga? 2025-yildan yangi iOS tizimlarini qabul qila olmaydi va ilovalarni ko'chirishda muammolar va xavfsizlikdagi muammolarga duch kelishi aniq. Agarda hozir sizning qo'lingizda X yoki iPhone 11 modellari bo'lsa, ishlatishda bemalol davom etishingiz mumkin. Agar yangilamoqchi bo'lsangiz, sizga yanada yaxshiroq bo'lgan yangiroq modellarini tavsiya qilamiz. Misol uchun hozir yangisini olish niyatida yurgan bo'lsangiz, iPhone 13, iPhone 14 sizga yaxshi taklif bo'la oladi. Albatta bu nazariyalar bizning texnik tushunchamizdan kelib chiqqan holatda sizlarga taklif qilindi. Agarda sizga og'ir botmagan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, videomizga like bosing va hamkasbimiz inboxdagilarga esa ijodiga omad tilab qolamiz.